Assalomu alaykum. Bugun bo'lib o'tgan olimpiada haqida bir ikkita savollarimiz bor. O'tgan yilgi olimpiadaga nisbatan bu yilgi olimpiadada qanday farqli jihatlar bor? Alaykum assalom qizim. Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi tomonidan Shahrisabz shahrida 18-19 may kunlari respublika biologiya ta'lim yo'nalishini respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Albatta Shahrisabz shahrida bu tashkillangani hamma ustozlarda juda katta hayratda qoldik. Nimaiki, turli viloyatlardan a'zolar, bu komissiya a'zolari tashkillangan. Shahrisabz institutini rahbariyatiga biz juda katta o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta bu tashkilotchilarni olimpiadani tashkillashtirish uchun qilgan ishlari, auditoriyalarini, mana laboratoriya xonalarini juda ham chiroyli tashkillanganligi juda ham mana ishtirokchilarimizda ham katta taassurot qoldirdi. Bugungi olimpiadada ishtirokchilarning tayyorgarlik darajasi sizni qay darajada qoniqtirdi? Turli viloyatlardan kelgan talabalarimizni mana nimalari, albatta mana bilim saviyalariga biz jyurilar, hay'at a'zolari juda katta e'tibor qaratdik. Ya'ni shaffoflik juda ham birinchi rol o'ynaydi. Bu auditoriyalarda hamma joylarda kuzatuv kameralari tashkillangan. Talabalarimiz o'zlariga yetarli darajada endi tayyorlanib kelishgan va bularni baholashda albatta mana shu hay'at a'zolari tomonidan juda ham bir shaffoflikka yo'l qo'yildi va endi natijalarini e'lon qilish arafasida turibmiz. Keyingi o'quv yilidagi aynan mana shu biologiya fan olimpiadasi ishtirokchilariga qanday tavsiyalar bera olasiz? Agarda keyingi yilda kelayotgan mana talabalarimiz albatta biologiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha mana shu laboratoriya mashg'ulotlari uchun, nazariy mashg'ulotlar uchun qattiq tayyorgarlik ko'rishlari kerak. Chunki bu fan murakkabligi tomonidan boshqa fanlardan farq qiladi. Qattiq va kuchli bilim albatta bir kun o'zini samarasini beradi. Men yoshlarimizga albatta o'z ustida ishlashlarini, universitetlarda, institut talabalarini ko'proq bilim olib, o'zlari ko'proq mukammal bilimlarni egallashlarini tarafdoriman. Rahmat, fikrlaringiz uchun. Assalomu alaykum ustoz. Avvalambor olimpiadaga xush kelibsiz, Shahrisabzga xush kelibsiz. Xullas, o'sha olimpiadaga borish jarayonlari haqida o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga, Shahrisabz pedagogika instituti rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Olimpiada juda yuqori darajada tashkil qilindi. Talabalarimizni bilim ko'nikma malakasi juda mustaqil ravishda ishlanganligi namoyon qilindi. Shu bilan birgalikda talabalarimizni kelajakda ilmiy tadqiqot sohasida, biologiya sohasidagi bir qancha ishlarni bajarishi, laboratoriya ishlarini olib borishda qanchalik darajada iqtidorli ekanligini fan olimpiadasi talabalarimizni o'zini iqtidorini namoyon qilish bo'yicha bir maydon sanaladi. Shu uchun ham bu olimpiadalar tashkil qilindi. Rahmat ustoz, yana bitta savolim bordi. Ko'rdingiz, butun respublika bo'yicha hududlardan ancha yaxshigina iqtidorli talabalar, o'sha bitiruvchi talabalar kelishdi. Hududlar kesimida raqobat qanday bo'ldi deb o'ylaysiz? Raqobat albatta, men o'ylaymanki, o'zimni fikrim bo'yicha talabalarimizda raqobat bo'lmadi. Bu olimpiada faqat o'zini bilimini sinash, bu olimpiadada ishtirok etish ham bu juda katta baxt sanaladi. Hududlar kesimida mana Shahrisabz mezbonlik qilyapti. Shahrisabz pedagogika instituti talabalari, Buxoro davlat universiteti talabalari, Nizomiy davlat pedagogika universiteti talabalari, bundan tashqari Jizzax davlat universiteti, Namangan, Farg'ona davlat universiteti talabalari ishtirok etdi. Bular o'rtasidagi o'zaro raqobat, bu o'ylaymanki, bu ijobiy raqobat deb hisoblanadi, sog'lom raqobat deb hisoblanadi va kelajakda talabalarimizni olimpiada bilan birgalikda o'zaro ijodligini almashtirish yoki bo'lmasam hamkorliklarni yo'lga qo'yish sanaladi. Shu uchun ham bu yerda raqobat emas, o'z bilimini, ko'nikmasini, malakasini amalga oshiradigan maydon, kurash sanaladi deb o'ylayman. Rahmat ustoz, fikrlaringiz uchun. Rahmat, kuch-quvvat tilaymiz.